sport tarixidagi eng yirik to'qnashuv. Sayyorani ikkiga bo'lib yuborish qudratiga ega to'qnashuv. Madrid Galacticos-yu Kataloniya ko'k anor ranglilari yillar davomida qamrovni kengaytirib borishdi. Bugungi kunga kelib prinsipiallik kuchayib turibdiki, harorat sira pastga tushayotgani yo'q. Ayniqsa Cristiano Ronaldo va Lionel Messi erasiga kelib, klassikoning mavqei ancha oshdi. Xullas, yulduzlar jangi bo'lmish klassiko haqida soatlab gapirish mumkin. Lekin biz bugun umuman boshqa bir holatga nazar solmoqchimiz. Bilamizki, Kataloniya provinsiyasiga Ispaniya qirolligi tomonidan juda ko'p zug'um qilingan. Bu hozirgacha davom etib kelmoqda. Qirollik zug'umi hattoki El Clasicoda ham aks etgan. Hozirgi vaqtni nazarda tutmayapmiz, ammo shonli tarix ko'p shafqatsizliklarga guvohlik qilgan. Klasiko tarixidagi eng yirik hisob bu 11-1 Real foydasiga. 1943-yil 13-iyun. General Kubogi, hozirgi Qirol Kubok. Real Barsa Madridda to'qnash keladi. Ispaniya qiroli o'yindan oldin maxsus topshiriq beradi. Uning buyrug'iga ko'ra, bu o'yinda Barsa Realga yutqazib berishi va Real darvozasiga birorta gol urmasligi kerak bo'ladi. Qirol Franco ana shunday adolatsizlikka qo'l uradi. O'yin boshlanish arafasi Madridga tashrif buyurayotgan Barsa avtobusi madridlik muxlislar tomonidan toshbo'ron qilinadi. Ispaniyaning qo'shtirnoq ichidagi zo'ravonlari Kataloniya jamoasi yechinish xonasiga kirib, Barselona futbolchilariga kim Real darvozasiga gol ursa, ayovsiz otib tashlanishi aytiladi. Ajotaj zo'ravonlik bois Barsa yechinish xonasida sarosima sodir bo'ladi. Hattoki ba'zi futbolchilar maydonga tushishdan ham qo'rqib qolishadi. O'yindan oldingi mashg'ulotlar butun stadion Barsa futbolchilariga katta bosim o'tkazadi. Barselona sardori futbolchilarga hech qanday gaplarga ishonmaslikni, cho'chimasdan maydonda bor kuchni berib o'ynash kerakligini futbolchilarga aytadi. Shunday bo'lsa ham futbolchilarning aksariyati bo'layotgan ishlardan cho'chib qolgan, hayotlarini qil ustiga qo'yishni istamasdi. Barselona uchun, Kataloniya uchun degan jangovar chaqiriqlar Barsa futbolchilarining faqatgina yuraklarida yangradi. Chunki ular bu chaqiriqlarni ovoz chiqarib aytishdan cho'chib turishgandi. O'yin boshlanadi. Ilk taymda Barsa Real darvozasiga hattoki bitta ham zarba bera olmaydi. Sababini esa tushunib turibsiz. Real esa raqib darvozasiga gollarni qalashtirib tashlaydi. Barselona xuddiki o'z jarima maydonchasida qamalgan mahbusdek taassurot qoldiradi. Ular o'sha kuni haqiqatdan ham mahbus edi. O'yin 8-0 bo'lib turgan bir paytda Barsa sardori o'z xatti-harakatlari bilan gol urishga muvaffaq bo'ladi va o'zi bilmagan holda hayotiga ham nuqta qo'ygan bo'ladi. Davom oldinda o'yin 11-1 hisobda Real foydasiga hal bo'ladi. Qirollik klubi darvozasiga gol kiritgan Barsaning sardori o'yindan keyin otib tashlanadi. Barselona Kataloniyaga yana toshbo'ronlar bilan kuzatib yuboriladi. Xullas, ana shunaqa. Qirol Franco qirollik klubi g'alabasini ana shunday tarzda yozib qo'yadi. O'yinni oldindan buyurtma qiladi. Franco senzurasi ana shunday yirik hisobni ta'minlab bergan. Klasiko tarixidagi eng yirik hisobni kelib chiqishi ana shunday qonli va shonlidir. Bu videomiz bilan Real muxlislariga Real kuchsiz, doim adolatsizlik tufayli g'alaba qozonadi deyish fikridan yiroqmiz. Real haqiqatdan ham qirol. Bunday jamoa dunyoda bitta. Unga yetadigani yo'q. Ammo aynan o'sha El Clasico mamlakat qirolining adolatsizligi tufayli ana shunday ko'rinish olgandi. Hozirgi zamonamiz uchun Allohga shukrlar bo'lsin.